Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan BYD'ning yangi ishlab chiqarilgan yana bitta modeli BYD Han L bilan tanishamiz. Ushbu mashinamiz BYD Tang L ga o'xshab ikkita kuchli motor bilan jihozlangan. Oldiga 230, orqasiga esa 480 kilovatlik motor qo'yilgan va ostiga ushbu mashinani 83 kilovat soatlik batareyaga jihozlangan bo'lib, ushbu mashina to'liq zaryad bilan 601 kilometr masofa bosib o'ta olar ekan. Ushbu mashinani tashqi ko'rinishi eski BYD Han'ga o'xshash, faqatgina ayrim bo'rtmalar va ayrim sport ko'rinishidagi shakllar qo'yilgan. Menimcha ushbu mashinani katta tezlikda yura olish maqsadida qilingan bo'lishi kerak. Va yonboshiga e'tibor bersanglar, mana bunaqangi qo'shilib ketilgan yangicha dizayn, o'zgacha uslub qo'yilgan. Ushbu mashinamiz ham yangi bo'lib 9-apreldan ishlab chiqarish boshlanganligi uchun ushbu mashinamiz ham Smart Driving. Oldiga e'tibor beradigan bo'lsak, oddiy Han'lardan jinday farqli o'laroq mana bu yerdan ozgina ko'tarilgan va qo'shimcha fara padfarning qo'shib qo'yilgan. Qolgan joylari esa eski BYD Han'ni eslatadi. Diska ballonlari esa 19 dyuymli bo'lib, umumiy hajmi 245 ga 45 hisoblanadi. Tormozni ham ko'ringlar, haqiqiy sport mashinani tormoz sistemasi qo'yilgan. Kelinglar ushbu mashinani ichini ham bitta qarab qo'yamiz. Ushbu mashinamizda barcha yangi chiqqan mashinalar qatori xolodilnik o'rnatilgan. Undan tashqari mana bu yerdagi skorrichak rulga o'tkazilgan. Qolgan joylari o'sha yangi Tang L dizayniga o'xshashlik bor va boshqacha qilib aytganda, qolgan joylari o'sha eski BYD Han'ni eslatadi. Va ushbu full pozitsiyamizda salonimiz faqatgina shu oranjiy rangda bo'lar ekan. Tang L ga o'xshab sideniyalar ham 12 ta regulyatordan iborat bo'lib, qo'shimcha mana bunaqangi atamankasi ham bor. Bu eshigida ham bosh o'zgacha dizaynlar ishlatilgan, ochib yopilishlar mana bu yerga qo'yilgan. Qolgan joyi elektropaket va eng zo'r oxirgi zamonaviy kolonkalar qo'yilgan. Orqasi ham o'sha eski Han'ni eslatadi. Bu tomonida tez zaryadning, u tomonida esa sekin zaryadning. Ushbu mashinamizni taxminiy narxi $35,000 atrofida bo'lib, agar sizlarga ushbu mashina qiziq bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar, chunki aloqaga chiqqan paytlaringizda necha pul bo'lsa, o'sha paytdagi narxni aytamiz. Inshaalloh ushbu mashinaga agar qiziqish bildirsanglar, tayyor mashinalardan topib sizlarga qisqa va tez muddatlarda ishonchli ravishda yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar.